Keling, Ibtido kitobi 1-bob 26-oyatga boraylik. Keyin Xudo shunday dedi: Endi inson zotini yarataylik, ular o'z suratimizday, o'zimizga o'xshagan bo'lsin. Boshqa cherkovlarda ular insoniyatni yaratgan yagona Xudo bor deyishadi, lekin bu yerda Xudos os deb ataladi. Os so'zi koplik ma'nosida ishlatiladi. Demak, bu insoniyatni yaratgan Xudo yakkayu yagona emasligini anglatmaydimi? Xudo endi inson zotini yarataylik dedi. Bu oyat Bibliyada yozilgan barcha tillarda xuddi shunday ifodalangan. Hatto asl Injil deb hisoblangan Ibroniycha Injilda ham Xudo birlik shaklida emas, balki koplik shaklida Elohim sifatida tasvirlangan. 27-oyat. Shunday qilib, Xudo o'z suratiday qilib yaratdi inson zotini, erkak va ayol qilib yaratdi ularni. Erkak va ayol Xudo biz degan suratida yaratilgan. Erkaklar Xudoning erkak qiyofasida, ayollar esa Xudoning ayol qiyofasida yaratilgan. Biz erkak qiyofasiga ega bo'lgan Xudoni Ota Xudo deb ataymiz. Xo'sh, Xudoning ayol qiyofasini nima deb atashimiz kerak? Ona Xudo. Shuning uchun Galatiyaliklarga 4-bob 26-oyatida shunday deyilgan: Samoviy Quddus esa ozoddir, u bizlarning onamizdir. Shuningdek, unda aytiladi: Shunday qilib, ey birodarlar, biz cho'rining emas, biz kimning farzandlarimiz? Biz farzandlarimiz, balki ozod ayolning farzandlarimiz. Bu misralar orqali biz Ota Xudodan tashqari yana kim borligini aniq ko'ramiz. Biz Ona Xudo ham borligiga ishonishimiz kerak. Bu butun muqaddas kitobdagi barcha payg'ambarlar tomonidan tasdiqlangan Xudoning irodasidir. Biz hech qachon unutmasligimiz kerakki, Xudo bizga Ota Xudo bilan bir qatorda Ona Xudo ham borligini bildiradi. Xudo kimlarni va'da farzandlari deb tan oladi? Va'da bolalari sifatida tan olinishi inoyati faqat Ona Xudoga ishonganlarga beriladi. Bu bizga Bibliyaning oxirida ham ochib berilgan emasmi? Keling, Vahiy 22-bob 17-oyatini ko'rib chiqaylik. Ruh ham, kelin ham. Siz yaxshi bilganingizdek, Ruh Xudoning, ya'ni Ota Xudoning erkak qiyofasini ifodalaydi. Otamizning kelini bizning onamizdir. Ota Xudo va Ona Xudo aytadi: Ruh ham, kelin ham, kel, deb chorlayapti. Ushbu bashorat so'zlarini tinglayotgan kishi ham, kel, deb aytsin. Kim chanqagan bo'lsa, kelsin. Kim xohlasa, hayotbaxsh suvdan tekin bahra olsin. Hayot masalasini faqat Xudo otamiz va Xudo onamiz boshqaradi. Xudodan boshqa hech kim insoniyatga hayotbaxsh suv bepul bera olmaydi. Biroq, muqaddas kitobdagi 66 kitobning oxirida joylashgan Vahiy kitobining oxirgi bobiga nazar tashlasak, kim paydo bo'ladi? Aytishlaricha, insoniyat ruh va kelin, ya'ni Ota Xudo va Ona Xudo onaga kelish kerak. Ruh va kelin, agar insoniyat haqiqatan ham osmon shohligiga borishni istasa, Xudo onaga ishonishi kerakligini aniq e'lon qildi. Katta rahmat.